Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli YouTube ahli, akalarim, jigarlarim, o'zimni doim Aliuz video qo'ysa paddesh yaqib kelayotgan, like bosib kelayotgan, obuna bosib kelayotgan tog'ajonlarim. Yaxshimisizlar? Charchayapsizlarmi yaqinlar? Xudo xolasa bugun sizlar bilan do'stlar Andijon moshina bozoridamiz. Doim Mahdiydigan moshina bozoridaman do'stlar. Matizlar qotordamiz akalarim, xillada do'stlar, bog'idamiz. Sizlarga doim Mahdiyman, Andijon arzon, Andijonda narsaga savdo qiladigan akalar, do'stlar, kerak bo'lsa dehqonlar ham narsa savdo qilib oladi. Mana shu match qator deyman do'stlar. Videoning bosh isbotlanib qo'ymoqchiman. Akalar, 1 yilgacha nasiya savdoga, akalarim, cho'ntagida $1000 puli borga 1 yilgacha nasiya savdoga, mana shuni do'stlar videomiz boshida gaplashib qo'yapman. Aka 500 puli borga bering 5 oyga desam, yo'q aka, srochno menga $1000 pul kerak. $1000 ni menga bersin, qolganini 1 yilga kelishilgan holatda bo'lib to'lab bersin deyishyapti. Hurmatli obunachilar, bu hali boshlanishi $1000 bilan do'stlar. Hali bozor do'stlarim, akalarim oldinda dars yuraman. $400, $500, $600 ga matizlar chiqib qoladi do'stlar. O'zlari akalarim oyog'im tayanch qiladi shunaqa matizlar. Unda boshladik. Yil 2009 ekan, rasotlari yo'q ekan, meni tayyorlashdi ekan. Hozir mana shundan boshlaymiz do'stlar. Keyin so'raganlarga do'stlar, bankda tayyor qarz bor, matizam bor ekan. Hurmatli obunachi, u tomonda bitta akam bor, matizdan shularda arzoncha aka. Ana shu akamizda do'stlar, bankni to'lab olishga tayyor bankda qarz bor, matizam bor ekan. Ana shu tomonga ham o'taman demoqchiman. Endi nima qilamiz akalar? Ko'p gapirib o'tirmayman, videoni boshlayman. Bitta narsani so'rab qolaman sizlardan, jigarlar. Videomiz boshlashdan akalarim, sizlar uchun manfaatli, foydali video beryapman akalar. Ukanglarni kichkinagina mehnatchasini qadrlab like bosib qiziqamanglar. Jigarlar, tog'alar, do'stlar, like ni bosib qo'yinglar. 500 ming obunachilar ketyapmiz. Bitta obunani, podpiskani ham bosib qo'yinglar. Ko'pchilik yana va'da beryapti. Uka 500 ming obunachi bo'lishingga 1 so'm pulsiz Damaslar qo'yamiz, Matizlar, Nexlar qo'yamiz do'stlar. Ko'pchilik va'da beryapti. Shuning uchun xalq uchun tez 500 ming bo'lishimiz kerak do'stlar. Sizlardan poddeshka, like bosish, obuna bosish, Muhammad Ali ukalarga do'stlar mehnatni sindirib berish. Qani unda boshladik. Xo'p, qayerda mashinasi jigar endi bu? O'zimiz Andijon shaharda. Andijon shahardagi. Nomni deyapsiz, eng qizig'i. O'zlari nomlarda hadeb yurgan mashinasi 2009 290 ming yurgan, chexol, polik, linoleumlari bor. Dokumentlarga javob deyapsiz. Ha? Dokumentlarga javob. O'zlari nomlarda. Tutdi balonlarni ko'ringlar. Akalar, yaxshi holatda. Mana. Qani, bu qaramay qopman. Polyuks. Rossiyada ishlab yurgan bratlar, bu video aynan siz uchun. Bilaman, siz Rossiyadasiz va uyim joyim deb mehnat qilib yuribsiz. Halol ishlab topgan pulingizni O'zbekistonga hech qanday foizlarsiz va yaxshi kursda yuborishingizga zo'r tavsiyam bor. Buning uchun Play Market yoki App Store ga kirib, Yubor degan ilovani yuklab olasiz. Va ilovadan Rossiya nomeringiz bilan ro'yxatdan o'tasiz. Qarabsizki, Yubor ilovasi sizga xizmat qilishga tayyor. Ushbu ilova orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga xohlang AQSh dollarida, xohlang so'mdan pul yuborishingiz mumkin. Brat, o'ylab o'tirishni bas qiling, siz ham bir sinab ko'ring. Luksmidi? Luksmi? Mochilmayapti. Konditsioner bor ekanda, ishlaydimi konditsionerlar? Ishlaydi, xudo xolasa. Akalar, Lux konditsioner, MX ta Lux ekan bu. Metan gazlari bor. 290 ming yurgan. Rullar gidravlika bo'ladi, bilasizlar. Klaskasi buni aka? Klaskasi 30% atrofi bor. 30% mashina klaskasi bor. Chaqa-chuqa ham yo bitta joydami? Qayerda? Chaqa-chuqa, orqa oldi butun. Bu yerda akalar chaqa-chuqa sepilgan joylar o'xshash 30% klaskasi bor ekan. Tayyorlovkalari bor. Aytib o'tdim, metan gazi bor edi. Metan gazlari bor 65 talik. Suroga qanaqa metan gazini aka? 29 gacha bo'lishi. 29-yilgacha mashinani surogi bor metan gazga. Naqdiga nech pul deysiz, eng qizig'i? 3000 kamini qilib beramiz. So'rashmadim. Realni oluvchi o'manim qo'lni qiskanishtirga. Bunaqasi yo'q. Berishgani yo'q. Akalar unaqa so'mabdi. Naqdiga $3000 narx aytilyapti, kamini qilib beradigan joyi bor. 1 yilga endi 1000 pul bor gaplashamiz deyapsiz aka. 1 yilga 1000 pul bor. Qayerlarga berasiz endi? Andijon viloyatiga. Faqat Andijonga beramiz, faqat Andijon viloyatiga do'stlar. Yaxshi, 1000 puli borga 1 yilgacha nasiya savdosi bor. Oyma-oy berishga. Bir tomondan ham yaxshi haligi. Yil oxirida bitta krupniy pul qilib bergandan ko'ra, hali oyma-oy bersalar akalar, arenda hisobida aka, tipa, arenda hisobida uzilib ketadi. Ayting nomer. 90li 526 55 50. Motori, hadovoy korobkasi zo'r. Zo'r, rasot yo'q. Rasotlar yo'q. Sog' bo'ling aka.
Xo'p, buchi egasi uxlayapti shekilli buni. Uxlayapti egasi. Hoji aka, uxlayapsizmi? Boshliq. Bosaveraymi? Necha yili? 11. Qayerda mashinasi? Akalar, Andijon shaharida mashinasi 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz bor ekan mana. Keyingisiga bitta ko'ringlar, shuni ham 4 ta balonlari yaxshi holatda. Tayyorlovkalari bor. Klaskasi qancha deb qo'y? Ikkita joyda mashina klaskasi bor, 235 ming yurgan. Polik bor, Leonin bor, chexollari joy-joyida. Mana. Nomingizdan gendamiz? O'zlari genda. Mana. Tayyorlovkalari bor. Metan gaz 65 talik, pollari akalar. Yiliga yarasha 11 da 2011. Qancha qoldimi surib ko'rdingiz? Bormi aka hali metanga? 1 yilcha akalar hali surib ko'rdingiz bor. 1 yilmi? Metan so'rayapman. 10 yilcha bor. Yaxshi. Nech bildingiz buni? 3200 beramiz. 3200 bo'lishimi? 3200 dollar bo'lishini beramiz deyapti akalar. Undan kami yo'q ekan. Magazin bahosi. Ayting nomeringiz aka bunga. 99lik. 979 20 43. Nasiyasi yo'qmi o'zimizga? Qancha bo'lsin boshiga? 1,5 pulga kelsa bo'ladi. 1,5 ming dollar puli borga do'stlar, nasiya savdo qilib yuborsak bo'lar ekan. Aloqa chiqarsa qiziqqanlar. Hojiga sizdami bu? Assalomu alaykum. Charchamasizmi? Yangilik bormi, eskiliklarmi? Men ikkita mashinani sotdim, bitta qoldi. 16 16 bor. bor. Gap yo'q. Bozor qanaqa holatda? Bir og'izdan so'rab qo'ying. Bozorni olib ketishyaptimi yo obunachilar olib ketyaptimi? Obunachilar ham kelyapti. Aha. Xullas bozor qimillayapti. Qimillab qoldimi? Necha yilga berdingiz oxirgi marta obunachilarga? Bitta ma'lumotni aytib qo'ying mashinangizni. Obunachilarga endi qaysi biri anonim. Oxirgi marta berganingizni. Mana bugun berdi. Oltini oluvdingizmi? Ha, olganman. Shuni mana bugun olib ketishdi. Olib ketishdi. Necha pulga? 2400 dollar. 2400 ga 2000 oltin olib ketdi. Nimaga? Mashina 2011 dan zo'r. Ha. Mashina hisobiga misol bozorda aylanib hammasi ko'rib turib, kelib 24 ga ishtiriga olib ketdi. Ishtiriga mana xudo xolsa hozir tushib genda qilamiz. Gap yo'q akalar. Ana do'stlar, ma'lumot. Bo'ladi. Hojiga mashinamisiz? O'taman aylanib. Biratim nima gaplar? Match tomonga o'tib ketdingizmi endi? Yo'q. Boshlangi bitta mashina olib qolyapsiz. Mardan baqot. Bo'ldi, o'tamiz. Xudo xolsa 4 ta mashina turibdi. 4 ta mashina bor. Hozir o'tsa bitta syomkalar qilib, xalqimizga mana shu videolar chiqaraylik. Bo'ldi, joni sog' bo'lsin. Qilib arzonida sindiramiz. O'sha odamni so'yingiz, Damas qatorida. Bo'ldi, o'taman. Qani, Matizlardan endi buning ichida egasi yo'q ekan akalar. Uni ham ichida egasi yo'q. Polni tayyorlovka Matiz ko'ryapman akalar. O, elegant diskalar. 4 ta yaxshi balon, stalnoy svetda tayyorlovkalari bor. Assalomu alaykum, boyaka charchayapsizmi? Sizdan Matiz? Narx-navosini bosaveraymi obunachilarga? Nechi buning aka? Assalomu alaykum, obunachilar ham edi. 2013 qayerda mashinasi bu? Akalar, Qo'rg'on-Tepani mashinasi. Elegant diskalarni qaranglar akalar, yarashgani. Bir Matiz ham o'z boshida turibdi. Mana balonlar holati o'rtacha holatda 2013 stalnoy svetda. Klaskasi qancha buni boshliq? Ha, toza mashina. Voy, gap yo'q. Propandagina? Propanda 153 ming yurgan toza mashina. Probegi ham o'zining haloli. Metan gazlari ham bor. Qani? Mana akalar. Ko'ringlar, o'zining haloli. Propan nechtalik? Propan aka o'zi 20 kun bo'lib qo'yganmiz, yozib. Tabletkami? Tabletka. Tayyorlovka ruxsati bormi yo'q? Akalar, polni tayyorlovka mashina, ruxsati ham bor. Shumkalar yo'q mashinada, muhimi toza. Mana 153 ming yurgan polik chexollari bor. Mana. Qo'rg'on-Tepani mashinasi deysizmi? Qayerdagi edi? Qo'rg'on-Tepani mashinasi. Nomingizdan kelgan bu? Liboy dokumentga javob. Liboy dokument qilib beramiz. Ikkita kolonka penir qo'yib qo'yishgan, mana tayyorlarda tabletkalari. To'llari endi akalar yiliga yarasha toza mashina. Yaxshi. Nech bildingiz boy aka buni? 4,5 ming kamini qilib beramiz. So'rashmadim bugun, so'ramasa ishtiriga. 3600. Akalar 3600 dollarga bozor qilibdi, akamiz bermabdi, qo'shganiga beraman deyapti. O'zimizga nasiya qilsak bilan bo'lmaydimi? Nasiya qilsak bilan o'zimiz atrofga qancha bo'lsin boshiga? 1000 dollar puli borga necha oyga berasiz? 1 yilgachalar 1000 dollar cho'ntigida puli borga nasiya savdo variant qilib yuborsak bo'lar ekan. 5 oyga olaman desa 500-600 pul bor telefon qilarsiz o'zingizga. Gaplashaveramiz, a? Eshityapsizlarmi akalar? Voy,
$1000 degani jigarlar sizlar uchun $500, $600 pul borga ana sizlarga baraka qilib qo'yapman. Like bilan podpiskani bosib qo'yadigan video bo'lyapti jigarlarim. 5-6 gacha nasiya savdo variantga. Ana. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerni ayting boshliq bunga. 99lik 521 81-87 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling aka, charchamang. Birat nima gaplar? Charchab qolmayapsizmi? Eson-omon, barda maqul. Yangilikmi akam? 2011 qayerda mashinasi bu? Nech pul deyapsiz buni? 3200 deyapti. 2011 akalar 3200 deyapti ekan, $3000 ga berishar ekan Matiz MX-dan. Prostoy ro'la gidrolik ham. Rollarga gidrolik akalar. O'zi salon prostoy. Ha, yo'q-e? Qayerda mashinasi bu aka bu? Andijon shaharida mashinasi ekan. Ana. Chexol polik linonimlari bor. Probegi qancha buni? Probegi 370 ming. Gengsi bilan yengib berishar. Nima bo'yda dokumentga javob. Xolasizlar oldi sotdi, xolasizlar akalar generalniy daverni qilib berishar. Kraskalar qanaqa edi buni? Kraskasi nari kirilo bilan mana ishida sapachoylar. Mo'yishida bor ekan kraska, nari kirilosda bor ekan. Sapachoylarda bor. Bitta mana sapachoyda bor, ha? Qolgan joyi toza ekan. $3000 ga beryapsiz endi 2011 da aka. 2011 akalar $3000 ga savdosini qilyapmiz. Aka o'zingiz banksiz-ku. Endi bankni yaxshi tushunasiz. Bir kopeyka pul borga qilib bo'ladimi, masraf puli borga? $700 pul borga qilib bo'ladi. Necha yilga chiqib berasiz buni? Ha, faqat Andijon viloyatiga. 3 yilga chiqib beradi. $700 pul borga qilib berasiz. Oyiga necha pul tushadi taxminan? 3 million 300 ming atrofida do'stlar oyma-oy to'lovi chiqadi. $700 boshlang'ich to'lov bilan 3 yilga 3 yilga akalar. Zinaboya bo'ladimi? Pasay to'yib ketadi oxiri. Gap yo'q. Ayting nomerni bunga. 77 254 17 78 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling aka, charchamang. Hop, egalarida, ye? Baraka bo'lyaptimi? Yo'q, urushishyapti akalar, urushib ketishibdi barakalar. O'yindan o'q chiqdi. Hojiga hormang. Boshlasizlarmi? Boso'rayam narx navosini. Necha yili? 2009. Necha pul deyapsiz? 3000 kam bor. 3000 kam bor. Necha yilga bermadingiz? Realni olib qo'lingiz qisgan. 2300 ga bermadim. 2300 ga. Hop, urush tugadi akalar. Davom etyapmiz biz. 2009-da 2009-yil ishlab chiqarilganda $3000 kamini qilib berishyapti ekan akalar egalari. Qanchaga bermadingiz aka bugun naqd kelsam $2300 ga bermadingiz, hoji aka buni. $2300 ga naqdiga bermabdi. Linoning poyuklari bor, metan gazlari bor, 171 ming bosib o'tgan masofasi bor edi. Motorlari ham yaxshimi? Bitta ko'rib qo'ying. Konditsioneri ham bormi? Akalar, mashina lyuks konditsioner. Ya'ni ko'ramiz. Mana lyuks konditsioner metan gazlarigacha bor. 191 ming yurgan. Ishlaydi konditsionerlari. Gap yo'q, 2300 ga naqdiga bermabdi. Qancha qo'shsa beramiz endi hoji aka buni naqdiga? 2,5 mingga mo'ljal qilyapsiz. $2,5 ga kadar mo'ljal qilyapti ekan. Nasiyaga nima deysiz? Ichi bir vodiyga bering nasiyaga siz. Qancha bo'lsin boyaga o'z hamma Andijonga beraman deyapti-da. O'zi ves vodiy ko'rsatadi-da meni. Ha, o'shanga aytyapman-da, vodiyga bering-chi yo'q siz deyapman-da. Qancha pul borga beramiz? 1000 pul borga, necha oyga? 1 yilgacha kelishaveramiz, ha? Akalar, $1000 cho'ntagida puli borga 1 yilgacha akalar nasiya savdo qilib olsa bo'ladi. Endi beraman deb qolsiz, pollarni ham bitta ko'rib qo'ying buni endi hojiga bitta. Qani, holati, pollari qanaqangi holatda? Endi akalar, kimlar ishtiyoq bo'lib qolsa olaman deb ko'rib qo'yganimiz yaxshi. 1 yilgacha nasiya savdosi $1000 pul borga. Andijon, Namangan, Farg'onaga. Mana bu tomonlarni ko'ringlarchi. Mana akalar, metan gazlari joy-joyida, pollari yaxshi. Dehqonchilik, ha? Gap yo'q. Bu yaxshi, tog'ni bu yog'igachi. Ketalar, qayerga ketalar? Voy yo'q-e? Voy, eshityapsizlarmi? Ismingiz nima aka? Alisher. Akalar, voy, Andijonlimiz? Voy, jigarlarim, voy, Alisher akami gapini eshityapsizlarmi? Uka, Andijonliman, Andijon shahardanman. Tog'ni u yog'iga ham uka, voy, Toshkent, Voha-Pohaga ham kelishaveramiz. Tog'ni bu yog'iga ham kelishaveramiz deyapti akalar. $1000 puli borga akalarim 1 yilgacha nasiya savdo. Peshonga olaman desa-chi Alisher aka? 600-500 pul bor telefon qilaversinmi?
Evet, assalomu alaykum. Nima qilyapsiz-da? Evet, akalar, mana jigarlar. $500 puli borga ham unatib qo'yibman akalar. 5-6 oygacha nasiya savdo. Akalar, voy, laykni gumura qasr qiladigan video bo'lyapti akalar. Bosinglar. Aka, nomerni ayting. 97lik 431 1787 raqamlariga aloqa chiqishaversin, ha? 24 soat mobil ishlayveramiz. Gap yo'q. Motorlarga javobida mashinani. Akalar, libo joyga javob olasizlar, minasizlar. Aka, sog' bo'ling. Xo'p, egalarida. Mana egasi yo'qmidi? Bosaveraymi buni ham? Necha yili? Bu, eshityapsizlarmi? Arzondan so'raganlarga bizda arzondan qo'ying-da, ha? Arzondan arzoni. Necha yili? 2006. 2006 necha yil deyapsiz? 2200 deyapsiz. 2200 kam bor. Kamaytirib beramiz. Qancha qildi naqdiga bu ham? 2. 2000 qildimi? Yo, 2 qilgan yo'q. 1700 atrofida. Ha, o'sha so'ramoqchi edim-da. Naqdiga 1700, ikkita vaqtda gap so'rashni bermadingiz. O'zi gaplashamizmi 2 yil pastida? 2 yil pastida ham. Akalar, 2006 da 2006 jigarlar. Mana $2200 kamini qilib beryapti. Akalarim arzonda. Oldin bitta bosib qo'ying. $1700 ishtiriga bermabdi. 2 ni pastda hozir o'taman akam. 2 ni pastda gaplashsak bo'ladimi desam, aka 2 ni pastda gaplashamiz, telefon qilsin deyapti. Qayerda mashinasi boy aka bu? Ruli gidravlik ekan-a? Rullari gidravlik, metan gazlari bor. Endi probeg yo'q bularda. Probeg bor. Qancha? 650 ming. Qilganmisizlar, motor qilmaganmisizlar? Qilingan, ha? Gap yo'q. Motorlar nimasi qilgansizlar? Noldanmi yo'q? Mana balonlar. To'rtta balon bir xil holati yaxshi. Salonlari prostoy, o'zim o'ylaganim prostoy, lekin rullari gidravlik, ha? Linoleum poliglari bor, chexollari bor. Xullas, spak bilan qo'yib qo'yish. Tayyor ekan, minishga, ne qilib aytganda? Yog' yemaydi motorlar. Akalarim yo'q, bir qarab qo'yish kerak, o'ziga moslab, ha? Motorlar yog' yemaydi, hadovoy korobkasi yaxshi. O'hot, akam. O'taman hozir g'osh to'g'ib ashidamisiz? Gap yo'q. 1700 ga bermabdi. Qo'shasizlar ekan jigarlar. Voy, hozir Instagramga bosamiz aka shuni. Mo'ljalingiz qanaqa? Qancha bersin? 1900 larga beraveramiz. 1900 gami? Naqdigami? Beraveramiz, ha? Mashina qayerga ketdi? Andijon. Vodiyga nasiya qilamizmi? Yo'q, nasiyaga. Ishtariga faqat, ha? Akalar faqat naqdiga. O'zi nasiyani puli bo'lyapti, bir qator so'rab qo'yardim. Minaman deganlarga do'stlar, 1900 ga naqdiga beraverar ekan. Endi 1200 ga yetmasa kelishaveramiz. Ha, 1,5 puli bo'lsa, 1-2 oyga qolganini gaplashaveramiz. Yaxshi, ayting nomeringiz. 93lik 412 58 88 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'ling aka, charchamang. Davom etamiz. Xo'p, davom etyapmiz. Akam necha yili? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Gap yo'q, qani ko'raylikchi mashinani Stalnoy ekan, ha? Stalnoy. Nech pul deyapsiz buni? Aka, nima gaplar? 3000. 2900 kamini qilib beramiz. So'rashmadim. So'rashdi. Qancha qilishdi? 2,5 qilishdi, kelisholmay qoldi. 2,5 mingga bermadik. 2,5 mingga sotishmadi. Qo'shganiga beramiz. Kraskasi qanaqa Stalnoyingiz? Bor aka, shunaqali shilinganga o'zim sevib turib qo'ydim, meshi kerak. Akalar, kraskasi bor. Ichiga o'tmagan. Shilingan joyga sevib qo'yishgan ekan. Minib yurgan mashinangizmi bu? Haydab yurgan mashinalar. Chexolinoning poligi bor. Metani bor-da? Balonlari zo'r. Qani? Haydi mashinasiz bu aka? Asakani mashinasi. Ana, metan gazlari, rollari gidravlika 2009 3000 kam. Qancha bermadingiz? 2500 gam? 2,5 mingga bermabdi. O'yt, qo'shsin beraman deyapti. Pul ozgina nima qilib o'rasizga? Hamma narsa beryapti bugun, aytib qo'ying. Sizchi? Bayt beraveraman. Qancha bo'lsin boshiga? Bor, 1000 bilan bo'laveradi. 1000 pul borga chiqaraverasiz, ha? Akalar, 1000 dan ozga ham chiqarsa bo'ladi akalar. Endi akam o'ylayapti-da, sal oyiga ozroq pul to'lab tursin degan holatda aytyapti, 1000 deb. To'g'rimi aka? O'z 600-500 ga ham chiqarsa bo'ladi akalar. Faqat oylik to'lov qimmat bo'lib ketadi akalar. Boshiga sal ko'proq pul beringlar. 1000 beringlar, sal oyiga ozroq pul chiqadi. Boshiga javobi o'zi. Ayting nomerni. 88lik 500 60 01 raqamlariga aloqa chiqishaversin. Sog' bo'ling aka, charchang. Sherist aka, akikalarimiz yolg'on cho'p qoldi-da. Charchamayapsizmi aka? Barnamaqot. Kommentga aka ko'pchilik yozib o'ryapti, ko'pchilik. Uka, Sherist akadan va'dani qo'ygansan, 1 so'm pulsiz xalqqa beraman degansan.
400 mingta bo'lding, 410 mingta ham bo'lib ketding-da o'sha. Yoki 410 ming to'p ketibsan, Sherstakenda hali bir so'm pulsiz Matiz zaragi yo'q deyapti. Mana endi bitta mashina qildim. Buni ham ichida banki bor ekan, shuning uchun olib oldim. 4 ta 5 ta qo'yib olib, bittasini chiqarib olamiz. Qaysi kunlarga aka bir shu mashina yig'olmayapti, chiqmayapti. Aytib aytyapman, haliga nima deydi obunachilarga. Mashinasi bo'lsa ham telefon qilaversa olamiz. Unda akalar, mashinasi borlar Sherstakga telefon qilinglar. Sizlardan naqd pulga olsin, mashinalarni bitta ham teylarkini. O'shani do'stlar, keyin 1 so'm pul nasihat o'qib bersin. Atrofga kuchmas aka. Demoqchi akaman bo'lsa, mashina olmayapman deyapsizmi shunda? Mashina olmayapman, bitta mana banki bo'ladigan olib beraman. Qanaqa mashina endi? 2011. Banki bor buni. Naqd pulga savdo qilaveramiz, bankini yozib beraveramiz. Deyapti. Qolgan banki. Kommentga akalar Sherstakam bilan birga qo'shilib yolg'on gapirishding, 1 so'm pulsiz mashina qilib bera olmayapsizlar deganlar do'stlar. Sherstakam akalar va'dani bergan, o'zi ham mana shu yerda qochib ketgani yo'q. Qilib beraman deyapti, faqat shu muddati endi mashinalar yig'ib olaydi. Mashina bo'ladimi? Xudo xolasa, kecha ko'rishganimizdan beri bitta mashina oldim. Bitta mashina oldingiz. Gap yo'q. Bo'pti, ko'rsatib qo'yaylik-da buningizni. Xo'p, 11. Qayerda mashinasi aka bu? Shahardagi. Ishkali yo'qmi hech qanaqa? Bankni to'lab olsa bo'ldi. Bankni to'lamaydi, o'zim yopib beraveraman. Ha, yopib beraman deyapsiz. To'lab olishga olsa-chi? To'lab olishga endi ozmi yo puli? Ozda. 3 million to'lanib qolgan. Nomeri dahshat-ku, ha? Akalar 717. Gem berasizmi menga? Gem berishadi. 717 nomerlar ostida. Yil nechi edi? 2011. 322 ming yurgan. Naqdiga qancha deyapsiz o'zbeksiz buni qarzini, ishtiriga? 2750 ga berib olaman. 2750 dollarga do'stlar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz akalar lyuks kadisedir. Siz Sherstakga hayronmisiz? Siz foyda qayerdan qoladi hozir? Mana achchiq haqiqatni aytaman, gapni eshitib Sherstakga. Achchiq haqiqatni aytaman aka. 2009-2010larda ham 3000 kam bor deyapti. Bu 2011 Stalnoy. Bo'ldi. O'zim ham qiziqib ketyapman gana to'g'risi. Polni shumka 717 raqamlar ostida. Shumkani o'zi ham yaxshi pul turadi-da, polni shumkani o'zi ham. To'rtta yangi balon 2011 qancha beraman deyapsiz oxiri? 2750 ga berishizmi? Bo'lishimi? Undan kam yo'qmi? 2750 dollarga do'stlar bo'lishi. Qani bitta tagini ko'raylik-chi. Shunga aytaman-da, sizga foyda qayerdan qoladi aka deb. Siz cho'ta qo'ymayapsiz, ustiga 700-800 aka. Sizda bir gap bor-da. Propanda, o'shanga aytaman-da, hoji aka, o'zim ham qiziqib ketyapman. Lyuksga aytsa, propan gazi bor. Probegi qancha edi? Motor qilishmaganmi? Lekin motorlari zo'r. Xabaringiz yo'q. O, temirni o'nab qo'ying. Rasvotlari yo'q. Akalar, yaxshi holatda. Kraskasi qancha o'zi buningiz o'pshi? Tobdan pasimi? To'rtta yangi balon qo'yishgan. Tayyorlovkalari bor do'stlar. Aytdim, polni shumka. Hadovoy korobkasi yaxshimi? Hadovoy korobka hamma yo'q, yaxshi holatda do'stlar. Mana do'stlar. Kraskasiga qaramasdan minaman Ali uka. Yili yangi bo'lsa bo'ldi, rasvoti yo'q bo'lsin. Yaxshi Matiz bo'lsin deganlarga 2750 dollarga mana sizlarga akalar propandagi Matiz. 4,5 ming o'zimizda propan qancha? 4800 dan bugun qo'ydim. 4,5 mingga borda, ko'rdim. Demoqchiman, metan bilan bir xilda, olgan odam maza qilib minyapti. Gap yo'q, akalar. Allaqay chiqaverasizlar mana do'stlar. Xo'p, Sherstakga nomeringizni ayting menga. 33lik 01 7007 raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Gap yo'q, nomerni aytsa aka. Gap yo'q akalar. 33lik nechi? 33lik 01 7007 raqamlariga aloqa chiqarasizlar do'stlar. Aka, nasiyaga bergan boshlaringiz qaytib kelyaptimi Sherstakga? Pullari kelyaptimi? Qancha, nechta qoldi ko'chada moshinangiz? 6 tacha moshinangiz bor. Ash Ali Uskan obunachilarga bergansiz. Eng uzoq qayerga berdingiz? Qayerga berdingiz eng uzoq? Farg'onaga. Farg'ona Chimyon degan joy bormi? Chimyon. Bilmadim, Chimyon bo'lsa kerak. Pullari kelyaptimi vaqti-vaqtida? Gap yo'q. Buni faqat naqd beramiz, ha? Bu Mash hafta va keyingi hafta bitta mashina qo'shilsa, shuni beraveramiz. Xudo xolasa aka. Aloqadamiz Sherstakga sog' bo'ling aka, charchamang. Akalar, keyin hafta yana bir gaplashamiz aka bilan. Sog' bo'ling, charchamang. Hoji aka, qaysi biri? Qanisiz? Akalar, bitta mashinani qo'shamiz Hoji akadan, keyin xayrlashamiz. Hoji aka, yaxshimisiz?
Charchab qolmayapsizmi? Bardam rahmat, eson-omon. Sog'lik yaxshimi? Yangilikmi? Bu yangilik uka. 11 ekan-a? 2011 uka. 268 ming yurgan ekan-a? 68 ming yurgan. Paysasi 2. Lyuks beskanislar ekan. Klaskasi qancha buni? Klaskasi Bitta bosib qo'ying boshliq. Qancha? Klaskasi uka oynani pasti uka. Kosmetika. Ha, tom sepilmagan. Ha, tom sepilmagan. Boshni oldi orqalari germetkasi ham ko'chmagan. Rollari gidravlik ekan. Metan gazlari bor. Premiyaga qancha buni? Shellarni oling, eng qiziqini, rayllarini oling uka. Ha, yo'q, mana. O'ta chiroyli. Sepilmagan joylarini ko'rsatib qo'ydim, yaxshi qilib. Qo'yib yuboring. 268 ming uka. Naqdga beramiz aka. Nasiyasi yo'q. Qani? O'ta pokiza uka. Mana. Sizlarning sog'lik. Qayerda mashinasi, hoji aka bu? Chiroyli. Bu uka Xo'jaobodda mashinasi. Xo'jaobod akalar shaharda mashinasi ekan. Generalnilar chiqaradi uka. Nimalari bor, tayyorlovkalari bor. Gen beramiz, a? Ha, genlar hamma hujjat. Lekin nasiya bermas ekansiz buni? Ha, xudosi Shtiriga, faqat naqdiga. Balonlari ham zo'r uka. Uka, necha pul ekan deganlarga $2900 narx qo'yibdi hoji akam. Kamini qilib beradi albatta. Endi obunachilar hech kim norozi qilib jo'natmagansiz, doim boshlatgan bo'lsangiz. Endi arzon qilib beramiz. Qancha qildi qo'lingiz qisqani bugun? 24,5 ga qildi. Mol bozorda yurgan ekanmi, qo'limni tortib zeriktirdi uka. 2450 ga qilib bermadingiz. Berganim yo'q, mol bozordan ketdi uka. Ha, qancha qo'shsa beramiz hoji aka? 26 mo'ljallayapman. 2600 mo'ljal qilyapsiz. Xudo xohlasa. Beraveramiz 2600 ga. Gap yo'q. Akalar $2600 ga berib borishyapti. Yili 2011 jigarlar. Mana. Xo'jaobod shaharida mashinasi. Bir nasiya qilmayapsiz hoji aka shuni. Nasiyadan ko'ra naqini olsin, barakasi men bo'lsin. Mashina ko'chada bormi yo'q, mashinasi ko'chada bormi yo'q? Yo'q, hozir yo'q ko'chada uka. Hammasi kelib bo'lgan. Mashina uka. Bitta ham chiqarmaymizmi shu kunlarda? Podpischilarga. Bitta chiqaramiz uka, bo'pti. Qachon chiqaramiz? Xudo xohlasa. Bugunmi? Yakshanbaga chiqaraylik uka. Yakshanba bozorga ham. Yakshanbaga variant ham chiqaraylik. Mashinangiz hozir bitta mashi? Ha, o'tgan bozor bitta variantga berdik uka. Qayerga olib ketishdi? Esti uka. Shirmonbuloqqa uka. Qaysi Shirmonbuloqqa? Buloqchi Shirmonbuloqqa ham o'zingiz tomonga beribsiz-da? O'shaga bitta olib ketishdi. Necha yilga berdingiz? 6 oyga. 6 oyga berib yubordingiz. Bozordami yo podpischilar keldimi? Yo'q, podpischilar keldi. Yo'q, akalar. Obunachilar olib ketishibdi. Buloq Shirmonbuloqdan. Gap yo'q. Mo'ngin nomerni aytib qo'ying. 99lik 585 5223 raqamlarga aloqa chiqishi bo'lsa. Nimadan sizdan so'rab keldim. Sizni nomingizdan kelsa, undan o'tib beraman aytganimdan. Yana kamini qilib beramiz. Gap yo'q, akalar. Ana, jigarlar, o'y bekarga aytmayman-da hoji aka. Bitta podpiska bilan obunani bosib qo'ysin, like bosib qo'ysin, kam bo'lmaysizlar deyman-da. Kecha Nasim Namangan Norin moshina bozoriga borib keldim. 2900 ga to'g'risi 2011 yo'q hoji aka. Bitta yurashsa 2000 halqimiz. Ha, 2900 2000 3000 3200 kam bor deyapti-da. Shuncha aytyapman, anjo arzon. Siz oldingizga kelganimcha bir 10 tacha mashina nasiya qo'yib yubordim, Nasim. Qarang mana. Bitta shunaqa arzon. Kelishaversin anjonga? Kelishaversin uka. Gap yo'q. O'ziga qarab chiroyli mashina olaversin. Nomer aytdingiz bunga? Aytdim. Nomer aytildi. Akalar, like bilan podpiskani bosib qo'yinglar, o jigarlar. Kimga podpiska olgan bo'lsa omadini bersin, ota-onasiga yaxshilik bersin ko'p yillar. Sog' bo'ling hojiga, charchamang. Demak, obunachilar, xayrlashib qo'lyapman akalarim, sog' salomat bo'lasizlar. Sog' bo'linglar aka sizlar ham. Anjon mashina bozorida bo'ldik do'stlar, Matizlarni qo'llangancha cho'tka qilib yorib berdim. Akamiz Instaga o'taman, Instaga. Akalar, o'sha gap. Qo'ldan kelgancha yoritib berdim do'stlar. Endi xudo xolasa qadriga yetib, kanalimizning rivoj uchun do'stlar, poddesh qilgan holatda obuna bo'lsizlar degan umiddaman do'stlar. Nechta mashina qo'ydim akalar? 10 ta, 15 ta mashina qo'ygan bo'lsam, hammasi nasiya savdoga borda. Bitta kam 12 kilometga narsa berib boraman deyapti akalar. $500 puli borga. Shuncha aytayapman, maksimal tarzda akalarim, xudo xolasa obuna bo'lib, poddesh qilib qo'yinglar. Muhammad Ali ukalar mehnat akalar yondirib beradi. Sog' bo'lasizlar, Anjom mashina bozoridan maxsus bosinglar.